Xafa bo'lsanglar ham BMW'larning ozgina asabiga tegmoqchiman. Mercedes-Benz baribir klassika va shedevr. Buni sifati o'laroq Elegance avlodini salon dizaynidan ilhomlanib ishlab chiqarilgan Magnato Elegance modeli. Ortiqcha detal yo'q. O'rta qismi Germaniya avtopromida mashhur sifatli mato hisoblangan qizil ottенка beradigan nemetskiy material. Choklari Polymak brendiga tegishli qizil ipdan kalibratsiya qilib ishlangan, qolgan qismi to'liq sifatli ko'jadan iborat. Buni sifatiga 1 yil garantiya beriladi va Magnatoda yuqorida aytib o'tganimdek yangi model hisoblanadi. Narxi sizlarga juda ham qiziq bo'lyapti, chunki aynan Magnatoda bizaga xuddi shunaqa skromniy klassik model so'rashgan edi. Mana sizlarga olib foydalanib qolinglar. Hozircha hali hech kimda yo'q. Birinchilardan bo'lish uchun kommentariyada mashinaning modeli va plus belgisini qoldiringlar. Aytmoqchi, bu Cobalt Tracker 2 Gentra hamda Onyx mashinalari uchun mavjud. Boshqa mashinalarga maxsus buyurtmaga ham qilib beriladi. Magnato har bir detalda ekskluzivlik.